Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi avtomobilimiz Damas avtomobili. Damas qadar yurganlarga tashib qo'yamiz. Mashinamiz holatlari juda holati zo'r ekan. Gazlari bor, tayyor, 13 li Ravon yumshoq balonlar qo'yilgan. Gazlari 65 talik yangi qo'yilgan. 24 yili mana salon ko'rinishlari, birinchi chaqa chuqalari yo'q. Mana salon ko'rinishlari. Probega keladigan bo'lsa, 36.828 ming yurgan mashinamiz. Mashinamizni tan narxiga keladigan bo'lsaylik, 89 million so'm bo'lishi aytilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishi mumkin. Naqd yo avtokreditga ham beriladi bu Damas avtomobilimiz. Boshlang'ich to'lovlari 10 million, 12 million bilan chiqadi. 10 million bilan Hayot bankdan chiqibdi, 12 million bilan Kapital bankdan chiqadi 24% dan. Oylik to'lovlari 2 million 842, 3 million 200 chiqibdi 4 yil 5 yilga. Mana mashinamiz holatlari juda zo'r holatda turibdi. Bis xarajat, zadniy mos, unaqa motorlari umuman kulish tegmagan. Hech qanaqa ishlari yo'q. Poliklar tashib qo'yilgan. Gazlari bor. Yana nima? Samarqand, Bulung'ur, Jomboy, Guliston avtokredit qilib beriladi tomonlarga. Bemalol aloqaga chiqsa, bafurja gaplashiladi. Damas qadar yurgan tanishlaringga tashib qo'yinglar. Bizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.